Assalomu alaykum hammaga. Bugun Hasanboydagi yana bitta obyektimizni bitirdik. Hozir sizlar bilan hamma pardalarni ko'rib chiqamiz. Obyektimizga keldik. Obyektimiz Hasanboyda joylashgan. Juda ham chiroyli xonadon, juda ham katta, fayzli, juda ham zo'r xonadon desam ham bo'ladi. Bu xonadonimiz 2 etajli. Hamma xonalariga pardalar tikdik. Hozir sizlarga hammasini ko'rsatib chiqaman. Chap qo'limizda kuxnya, o'ng qo'limizda zal, mana bu xona qaynona oyijonning spalnilari, narigi xona esa qaynota dodajonni spalnilari. Tepada ham xonalar ko'p, hammasini sizlarga ko'rsataman. Qani ketdik, zaldan boshlaymiz. Bu asosiy zalimiz. Asosiy zalimizda 2 ta oyna bor. Shunaqa chiroyli parda qildik. Hozir sizlarga ko'rsatib chiqaman. Eksklyuziv parda qildik desam ham bo'ladi. Qaranglar. Qanaqa chiroyli parda qilganmiz. Podzakazga keladigan shunaqa chiroyli tovarlarimizdan mana shunaqa kombinatsiya qilib, och bilan to'q rangini chiroyli qilib ishladik. Tuliga esa premium однотонный tullarimizni qilganmiz. Однотонный mana hozir kачествосini sizlarga ko'rsataman. Unaqa yupqa tul emas, shunaqa chiroyli mana. Unaqa ilinmaydi, dazmol unaqa g'ijim bo'lib ketmaydi. Blyoski ham yo'q, matviy tul. Skladkalarda ham dona turadigan natural sostavdagi tulimizni qilganmiz. Endi portierimizni bu tomonini biz shunaqa tekis bantovka qilib tashadik. Ustiga bo'lsa shunaqa mayda qilib ustidan yig'ganmiz va kojalarimiz bilan mana shunaqa qilib yig'ganmiz. Kojinli belbog'lar bilan. Ikkinchi tomonini esa mana shunaqa ekaviy matoyimizni qaranglar, skladkalarni ishib turishini, shunaqa chiroyli, shunaqa premium mato gramajlari ko'p 1 metri 1 kilodan oshuv pardamiz. Zarina dizayn showroomidagi eng zo'r pardalardan biri desam ham bo'ladi. Juda ham ko'p mijozimizga yoqadi. Kelgan mijoz shundoq qo'li bilan ushlab, "Mash parda" deydigan pardamiz-da. Buni yoniga bo'lsa shunaqa pistonli podzakaz, mana pistonlarimizni, plankalarimizni qo'ydik. Bu 2 xil rangda bo'ladi. Xohlasak tilla rangini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi, xohlasak oq rangini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Mana biz tilla rangini ko'rsatdik. Izuminka bo'lish uchun xohlasak hammasini mana shu bu tarafga qilsak oq bo'ladi. Mana oqi matviy bo'ladi. Oq tulga qo'shilib ketgani uchun biz tilla rangini ko'rsatganmiz mana. Ola-bulab qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qaranglar chiroyligini mana plankalar bilan va mana shunaqa model qilib plankalarimizni tegi bilan tikib chiqdik. Mana shunaqa chetini ko'tarib chiqdik. Juda ham chiroyli model bo'lib chiqdi. Agar mana bu magnitkamizni olsak, pardamiz tekis bo'lib chiqadi. U ham chiroyli turadi. O'ziga yarasha. Bu birinchi oynamiz. Zalimiz juda ham katta, 2 ta lustra qo'ygan. Bugun xudo xolasa asl gilamdan shunaqa katta chiroyli gilam keladi deyshti. Mijozlarimiz bugun keladi. Mana bu yerda mana mebelni qilishgan. Mana bu yerda ham shunaqa mebelni qilishgan. Ikkinchi oynamiz, bu oynamizdan ozgina kichkinaroq, ko'rishinglar mumkin. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Xuddi shu dizaynda qilganmiz bu oynani. Juda ham chiroyli turibdi. Bantovkalari ham dona turibdi. Bu portierimizni ichida 6-7 xil rangi bor. Yaqindan ko'rsanglar ko'rinadi. Bejvi, kafeni, ivory, ozgina seriya ham bor ichida. Yana qanaqa ranglaridir bor. Xullas juda ham ranglari ko'p. O'shaning uchun juda ko'p interyerlarimizga mos tushadi. Mana bu yerda bo'lsa, mana ko'rayotganinglardek qora tosh qilingan. Mana yonadigan bo'lsa kerak bu toshimizni bilmadim qanaqa. Bu yerda televizor turadi, katta televizor turadi. Televizorlar turgandan keyin stol stullar qilingandan keyin yana pardamiz yanada chiroyli chiqadi. Bu zalimizning pardasi edi. Endi sizlarga kuxnyani pardasini ko'rsataman. Qani ketdik. Zalni ko'rib chiqdik. Endi navbat kuxnyaga. Chap qo'limizda kuxnya degandim-ku, bu yoq kuxnya. Qaranglar, kuxnyamizni go'zalligini qaranglar. Shunaqa katta kuxnya, telar kafel qilingan. Mana shunaqa gir aylantirib mebel qo'yilgan, xolodilniklar hammasi joyida. Qaranglar, bitta kuxnyaga nima kerak bo'lsa, hammasi qilingan ayol kishi uchun. Bu kuxnyamizga biz ko'rib turganinglardek o'zi baland, juda ham chiroyli kuxnya. O'zi kuxnyalarga ko'p parda qilish xohlamayman, o'zim ham xohlamayman. Bu kuxnyamizga biz faqatgina zashitka bilan tul qildik, ortiqcha narsasi yo'q.
ko'rib turganinglardek blestящий tulimizdan qilganmiz. Mana o'rtalari bo'lingan, qaranglar, hovli ko'rinadi. Bemalol surib, mana amerikankaga qilganmiz. Oynalarni ochib yopishlari mumkin. Pardalarimiz shunaqa mana chiroyli suriladi, qaranglar. Surilganda ham skladkalari buzilmaydi. Mana yopilganda ham skladkalari buzilmaydi. Qaranglar, akkuratni turishini. Orqasida zashitkasi ham bor. Agar xohlasalar zashitkani olib tashlasalar ham bo'ladi yoki shundoq tursa ham bo'ladi mana. Ortiqcha narsa, qalin pardalar, yana lyo'g'ki narsalar hech narsa qilmadik, chunki kuxnyaga kerak emas, o'zi zo'r turadi. Hatto zashitkani olib tashlaganlarida ham hovli ko'rinib, juda ham chiroyli turadi. Mana bu bizning kuxnyamiz. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar mana. Blestящий tulimizdan qaranglar, juda ham chiroyli, rangi ham zo'r, kuxnyamizga juda ham zo'r tushgan. Bo'yi baland bo'lgani uchun tagiga ulangan va tagidagi ulog'ini bilintirmaslik uchun shunaqa mana ishlaganmiz tagiga yubichka qilib. Navbatdagi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu televizor ko'rib choy ichadigan xona. Zalimizni to'g'risidagi xona. Bu xonaga ham interyerga moslab однотонный tul va однотонный ipaklarimizdan foydalandik. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana bu tulimizni ham ko'rishingiz mumkin. Rossa ham chiroyli, premium kачестводagi tullardan foydalanganmiz. O'zi eslatib o'taman, Zarina dizayndagi tullar, parterlar ham hech qayerda yo'llarini, O'zbekistonda yo'llarini olib kelishga harakat qilamiz. Neobichniy narsalarni olib kelishga harakat qilamiz. Chunki mijozlarimizni o'zlari ham so'rashadi. Shunaqa hammada uchramaydigan eksklyuziv narsalarni xohlashgani uchun mijozlarimizga moslab shunaqa pardalarni olib kelishga harakat qilamiz. Mana bu ipagimiz ham juda ham chiroyli, nafis, ranglari ham zo'r, matviy, jonga tegmaydigan, juda ham mayin, qo'lga yoqadigan, dazmollarda izi qolmaydigan, mazza qilib yillar davomida ishlatadigan parda desam ham bo'ladi. Qalinligi ham juda qalin. Hamma ranglaridan bor showroomimizda. Bitta qo'l bilan ushlaganda hamma mijozga yoqadigan parda. Juda ham chiroyli turishini ham qaranglar, vashshi chiroyli, mayda-mayda bo'lib shunaqa zo'r turadi. Chiziqlari ham yo'q orasida. Juda ham sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu pardamiz ham eksklyuziv parda, hech qayerda yo'q, faqat Zarina dizayndan topasizlar. Hammada bor narsani olib kelmaymiz, chunki bizning mijozlarimizdan taklifidan kelib chiqqan holda shunaqa olib kelamiz. Bu pardamiz Turkiya mahsuloti, eslatib o'taman. Juda ham vibri ko'p, 30 dan ortiq ranglari bor. Showroomimizda ham zakazga hamma ranglarni olib kelamiz. Eni 140. Bu xonamiz ham choy ichib televizor ko'radigan xona. Bu yerda ham biz tul bilan zashitkamizni mana o'rtasini bo'lganmiz. Mana bu yoqqa ham yo'lakka qaragan tulimizni mana shunaqa yonlarini chiroyli qilib mana moskovskiy shoflada qilganmiz. Mana tulimiz ham bleski bor, ozginagina bilinar bilinmas, juda ham chiroyli. Bantovkalarda zo'r turadigan tul. Shunaqa qilib mana choy ichadigan xonaga shunaqa nejniy modellarimizdan qildik. Ortiqcha narsa kerak emas bu yerda, chunki televizor ko'rib, bu yerda choy ichib o'tirishadi. Oshxonadan keyin ovqatlanib, bu yoqqa chiqadigan xonaligi. Mana bu yoqda televizor bo'ladi, mana bu yoqda divan bo'ladi, kreslo bo'ladi. Mazza qilib o'tiradigan joy xona. Endi bu xonadan chiqib, navbatdagi xonani ko'rsataman. Birinchi etajimizda yana ikkita spalni bor. Qaynona Oyjonni spalnilari va qaynotani spalnilari bor. Bu mana bu xonadan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu spalnimizdan qaranglar, chiroyligini qaranglar. Bu mijozimizning qaynotalarni spalnilari. O'zi birinchi kelganlarida aytuvdilar, o'zim ham gaplashganman-da, kelinlari bilan bizdan ozgina yoshlar kattaroq. Eng zo'r pardangiz qaysi biri deganlar-da. O'ziga eng yoqadiganini ko'rsating deganlar. Keyin mana shu pardani ko'rsatsam, menga yoqadi mana shu parda, eng sifatlisi, eng zo'ri desam, mana shuni qaynotam bilan qaynonamga qilib beringlar deyishganda. O'shaning uchun ikkita xonani rangini bir xil qilganmiz, faqat ozgina dizaynda o'zgarishlar bor, o'zi bir xil. Xo'p, bu juda ham sifatli pardadan qilganmiz. Bilsanglar, juda ko'pchilik xonadonlarda bu pardani o'zi zalga qilamiz, zalli pardasida. Lekin bular qaynota qaynona xonasiga eng zo'ridan xohlashdi. Tulimiz esa ketan tul. Natural sostavdagi tullarni qilganmiz. Bo'yi baland, 360, umuman ulanmagan tulga. Portierimiz bo'lsa, mana ko'rib turganinglardek,
juda ham качественный, og'ir, grammajli, oralarida ranglar juda ham ko'p shunaqa pardamizdan foydalanganmiz va yonida shunaqa izuminkalarimizni qora va bejvidan berganmiz ajralib turishi uchun va tugmalarini ham rangini shunaqa bejvidan berganmiz. Juda ham chiroyli, необычный chiqdi. Ko'rayotganinglardek bantovkalari ham etagicham, chunki bu pardani o'zi kачествоsi вообще zo'r, premium kачествоda desam ham bo'ladi. Faqat zakazga keladigan tovarlarimizdan biri. Ketan tul bilan juda ham zo'r chiqishadi. Xullas mana qaynatalarni spalnilarga mana shu modelni qilib berdik. Mijozimizga ham juda yoqdi, o'zimizga ham yoqdi. Sizlar ham baho beringlar. O'zi bilsanglar, ota-onani hurmatini qilgan, hurmatini joyiga qo'ygan odam yanada yuksaladi, yanada o'sadi. Mana shu mijozimizga ham rost-rostdan ham havasim keldi. Birinchi o'z kirganlar, men xo'jayinlarni ko'rmaganman, qizlar aytishdi, dizaynerlar, xo'jayinlari ham shunaqa degan ekanlar. Eng zo'r pardanglarni ko'rsatinglar menga degan ekanlar. Endi однотонный, eng zo'r, eng qimmatini ko'rsatinglar deganda, qizlar aytishdida, mana shunaqa dedilar. Kelin ham shu savolni menga beruvdilar. Shunchalik mana qarang, ota-onani hurmat qilib, bir xil parda, eng качественный, eng qimmat pardalardan osgan insonlarga rosa ham havasim keldi, to'g'risini aytsam. Mebellarni ham hammasini Turkiyadan olib keltiribdilar ota-onalari uchun. Juda ham chiroyli mebellari. Bundan ham yuksaladi ota-onasini hurmatini qilgan odam. Bilasizlar buni. Hammaga nasib qilsin. Endi navbat qaynona Oyjonni spalnilariga. Qaranglar, shunaqa chiroyli mebel qo'yilgan bu xonaga. Bu xona undan ham ozgina kattaroq xona, juda ham chiroyli mebellar bilan bezatilgan. Bunga ham aytganimdek, narigi xonamiz bilan bir xil parda qilganmiz. Hatto tullar ham ketan tul, natural sostavdagi tulimiz, bo'yi baland, mana ulanmagan, uy baland ko'rib turibsizlar. Portirimiz esa o'sha qaynatalarni portiri bilan bir xil, faqat izuminka ikkita yoniga berilgan bu yerda. U yerda bitta tomonga berilgan, bu yerda esa ikkita tomonga bejvidan berilgan. Tugmalari ham bejvidan qilingan. Modellar ham bir xil. Ota-onalari bir-biridan xafa bo'lishmasin deb bir xil modellar, bir xil mato, natural sostavdagi tullardan qilib berishdi. Havasdamiz. Juda ham chiroyli chiqdi, qaranglar. Mana bu ko'rib turgan pardanglar qaynona Oyjonni spalnilarni pardalari. Yoqqan bo'lsa kommentariyada yozinglar. Mana ko'rdinglar, mijozimizning birinchi etajlarda asosiy zal, kuxnya, choy ichadigan xona, televizor ko'rib, qaynota spalni, qaynona spalni. Endi bo'lsa ikkinchi etajga chiqamiz. Qani ketdik. Ikkinchi etajda chiqishimizdan oldin qaranglar, podvalda ham shunaqa chiroyli risunkalar bilan bezatilgan, qo'l mehnati bilan ustalar juda ham chiroyli turibdi. Yonib svetlari shunaqa chiroyli bo'lib, mana shu zinalarga rosa ham mos tushgan. Bu podval qism. Ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda ham shunaqa qo'l mehnatlari bilan juda ham chiroyli qilib Ka'bani tushirishgan rasmini. Rosa ham chiroyli chiqqan, zinalarga o'zi zo'rda, mana shu svetlari yonib, har ko'rganingizda maza qilasiz. Ikkinchi etajga chiqamiz endi. Juda ham chiroyli, zinadagi qo'l mehnatining ranglarini ham juda zo'r berishgan. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan to'g'rimizda mana katta oyna. Hozir ko'rsataman. Mana qaranglar. To'g'rimizda katta oyna. Bu hovliga qaragan, tulimizni o'rtasini mana bo'lganmiz. Ko'rasizlarmi? Mana bu yerda eshik bor. Eshikdan chiqishimiz bilan balkon. Balkondan bemalol qarashadi. Katta balkon. Bu tulimizni ham yonlarini, обработкаларni ko'rishingiz mumkin. Juda ham nejniy qilib to'qilganga o'xshaydi. Tulimizning sifatini ham ko'rishingiz mumkin. Effendi tul. Juda ham chiroyli, juda ham premium kачествоda, вообще zo'r tul. Bu xo'limizning pardasini biz kombinatsiya qilganmiz. Mana bu seriy rangimiz bilan bejli rangimizni va bejli bubonlar bilan osganmiz. Tegidagini bubon bilan tepaga karnizga olib ketilgan, держатель qo'yilmagan bu yerda. Mana bu portirimiz ham shunda bitta bo'y, mana bundan ham bitta bo'y ketgan. Aytgancha bu portirimizning bo'yi 3.40. Kromka tepa past ishlansa ham bo'ladi, kromka yon, ikkita yon ishlansa ham bo'ladi. Unaqasiga ham buni
bunaqasiga ham skladkasi zo'r chiqaveradi. O'zi shunaqa o'zini zo'r tashlab turadigan parda. Skladkada ham zo'r turadi, tekis tashlaganda ham zo'r turadi. Holimizni gilami ham pardalarimizga juda ham mos bo'libdi. Bu yerda menimcha mebel qo'yishadi mijozimiz, chunki mana bu yerda televizor bor, mana bu yerda mebelning zona bo'lsa kerak. Unda ham yana chiroyli chiqadi. Endi navbat keyingi xonaga. Bu xona ham zal xona. Bu xonamizda o'zbekcha zal bo'ladi, menimcha ko'rpacha yoyiladigan zal bo'ladi. Bu yerda mijozimizga skromniy parda qilib bering deganlar va mana shunaqa mayda gulli, jemchukli tulimizdan foydalanganmiz va seriy mana shunaqa portierimiz bilan juda ham chiroyli minimalizm chiziqchalari bor, mana shunaqa barxtli portier bu. Ortiqcha narsa yo'q bu xonada, chunki o'zbekcha qilmadik, ko'rpacha xona bo'ladi dedilar. Endi qanaqa bo'ladi bilmayman, hali ko'rpacha ham solinadimi yo'qmi unisini ham bilmaymiz. O'shaning uchun skromniy qildik. Tulimizni mayda gullidan mana foydalanganmiz, korona gulli, gullarini bitta-bitta chiqarganmiz. Bu ikkinchi etajdagi bitta zal xona. Endi navbat o'g'il bolalarning xonasi bor. O'g'il bolalarning xonasiga ketamiz. Bu xonamizda ham o'g'il bolalarimizga o'z однотонный tul yoqadi. Однотонный qildik va seriy plisrovka portierimizdan, hammaga yoqadigan plisrovka portierimizdan foydalanganmiz. Qaranglar, mana plisrovkamizni maydaligini ko'ryapsizlarmi? Mana. Plisrovka portierlarning ham har xili bor, lekin bu eng tozasi desam ham bo'ladi. Barxti ham yumshoq, maydaligi ham zo'r, Turkiyaniki. O'zim tanlab mana shu maydaligini zakazga qildirganmiz. Buni ham showroomimizda hamma ranglari bor. Kelsanglar ko'rasizlar. Buni uyi baland bo'lgani uchun tagiga shunaqa yubichka qilib ulaganmiz plisrovkani. Juda ham chiroyli chiqadi. Har doim plisrovka portier qilganimizda o'sha tagiga o'zi yubichka qilamiz, chunki plisrovkaga yarashadi bu model. Bantovkalari ham dona-dona chiqib turibdi. Lekin yubichka qilmasa ham bo'ladi, yubichka qilsa ham bo'ladi, farqi yo'q uni. Tulimiz esa shunaqa chiroyli, mana. Juda ham sifatli, qalin tulimizdan foydalanganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Sifatiga va shay gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. Juda ham chiroyli, bantovkalarda ham dona-dona turadi. Bu o'g'il bolalarimizning xonasi. Kommentariyada baho beringlar. O'g'il bolalarning xonasiga mos parda bo'lganmi? Rangini ham seriy qildik. Chunki mana dovonni ko'ryapsizlar, ortiqcha rang yo'q, to'q rang emas. Buni menimcha mebelini mana shu seriy olishsa kerak. O'shaning uchun seriy parda qildik. Xona oppoq, hech narsa yo'q. Juda ham chiroyli. Oppoq emas, qanaqa ekan? Och seriy bor, ha? Och seriy bor ekan, seravati bor ekan. Endi navbat qizlarimizning xonasiga, o'g'il bolalarimizdan to'g'risida qizlarning xonasi. Kelinglar. Qizimizning xonasida ham mana bu yerda garderob o'ziga alohida, mana bu yerda sanuzel. Mijozimiz o'zi qizlari yoqtirmas ekan pardalarni, o'shaning uchun qalin parda xohlamadilar va mana shu karakotvin rangidan tepasida tugmachalardan ham foydalanganmiz. O'rtasini bo'lganmiz, o'zi bilasizlar, hamma yoqda o'rtasini bo'lamiz mana. Juda ham chiroyli qilib bo'lganmiz o'rtasini. Mana bu karakotvin rang rosa ham ochgan xonani, chunki xona och bejli rangda. Och, juda ham och rangda. Bu yana ham ochgan rangini. Родительский spalniy xonamizda mijozimizning o'zlarini spalniylarning xonasi. Bu xonamizda ham juda ham nejniy chiqdi. Yoniga shunaqa plankalardan foydalanganmiz, qaranglar. Akkuratniy bo'lib, och mana ko'rayotganingizdek pudraga o'xshaydi, lekin pudra rang emas bu. Shunaqa portierimizdan foydalanganmiz. Bu mijozimizning o'zlarini spalnilari bu yerga chiroyli qilib kompleks qilib pokrival qilib beramiz. Mebellarning rangi mana bu bir xil ekan ikkalasi. Bizning pardamiz esa bundan bitta ton to'qroq. Mana o pudraga ozgina tortadi. O seriyga bilasizlar, pudra rangi rosa ham zo'r chiqadi. Tepasi amerikankada bunaqa qilib agar yopilsa, bemalol parda yopiladi. Hozir ko'rsataman. Mana. Qaranglar, bemalol pardani yopadilar. Yopganda ham skladkalar buzilmaydi mana.
Chunki mijozimiz shunaqa xohladilar, yerga tegmasligini xohladilar. Yerga tegizmadik, imенно o'zlarini spalnilarini. Mana bemalol yopiladi. Yonidagi mana kantiklari ham judayam chiroyli bo'lib turadi. Unisi ham yopiladi. Qop-qorong'i bo'ladi. Shunda yopilganda ochilganda mana bu holatda turadi. Hamma xonamizdan pardalari bir-biridan juda ham chiroyli chiqdi. Mijozimiz boya rosa duo qilib ketdilar. Faqat videoga tushmayman dedilar. Rosa ham duo qilib, qaynonalari ham duo qilib, hammaligiga yoqqanini, juda ham sifatli parda chiqqanini, pardada adashmaganliklarini yana bir bor aytib ketdilar. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozinglar va kimga shunaqa premium kачестводagi pardalar kerak bo'lsa, albatta Zarina Dizaynga murojaat qilaverasizlar. Faqat 2 oy oldin katta obyektlarni zakaz olamiz. 2 oy oldindan zakaz bersanglar bo'ladi. Ya'ni uyinglar bitmasdan, remont bitmasdan oldin bersanglar 2 oyning ichida chiroyli qilib topshiramiz. Chunki bizni Turkiyadan, boshqa davlatlardan, Hindistondan, Yevropadan keladigan tovarlarimiz juda ham ko'p. Ularni kutib qolamiz. O'shaning uchun kichkina srokka zakaz olmaymiz. Chunki ipak pardalarimiz Hindistondan keladi, ko'p pardalarimiz 80% pardamiz Turkiyadan keladi, Yevropadan keladigan dekorativ pardalarimiz bor. O'shaning uchun zakazini 2 oyga olamiz. Mana shunaqa katta obyektlarni, katta uchastkalarni 2 oy oldin zakaz bersanglar, 2 oydan keyin chiroyli qilib topshiramiz, xudo xolisa. Mana ko'rib turgan obyektimizni hamma uylarini sizlarga ko'rsatib chiqdim. Pastda ko'rganinglardek, bitta zal, oshxona, choy ichadigan xona va qaynota spalni, qaynona spalni. Ikkinchi etajda bo'lsa qizlarning xonasi, o'g'il bolalarning xonasi, mijozimizning o'zlarini spalnilari va mana bu yerda bitta ortiqcha zalimiz ham bor. O'rtada esa mana katta hol. Mana shu hamma pardalarni bir-biridan chiroyli qilib tikib keldik. Bugun topshirdik. Kechadan beri o'zi ilamiz, qizlarimiz ilishadi. Mana bugun keldim topshirishga. Oxiri mana yakunlab, endi duolarini olib mijozimizni ketyapmiz. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Bilasizlarmi? Bu uyda meni nima ajablantirdi? Bu mijozimiz ota-onalariga bu uyga hadya qildilar-da. Ota-onalariga bugun olib kelib ko'rsatdilar-da. Shunaqa duo qilib, yig'lab oilari anaqa qildi. Bundan oldin eshitmagan ekanlar. Surpriz qilib onalariga hadya qildilar bu uyni. Hammaga shunaqa chiroyli, fayzli, barokatli shunaqa xonadonlardan nasib qilsin. Sizlar bilan yana katta shunaqa fayzli, chiroyli xonadonda uchrashguncha xayr deb qolaman. Zarina Dizayn, zamonaviy ideal oilalar tanlovi.